Menda kuladi ona. Sen o'rgatgansan-da. Qilma shunday, Nilush. Karingga o'xshaysan. Yoqasini qistirsan bo'larkan. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, sizlar? Yo'lga chiqdik. Bugun Dilbar iftorlik qilyapti. U kungi parkda piknik qilib iftor qilyapti. Inshaalloh 20 minutda shahda bo'lamiz nasib bo'lsa. Biz yo'lga chiqdik inshaalloh. 20 minutda shahda bo'lamiz. Qani kim qayerda? Kim bordi? Kim endi boryapti? Tashaylarchi? Mana biza. Asila. Dilbar tayyorgarlik ko'ryapti. Ana, birinchi qozon oshni mana qilib yopib qo'ydi. Ikkinchi qozonni yetib kelmayapti. Uni kutyapmiz ikkinchi qozonni. Asila dasturxon tuzatyapti. Hali tayyor emas, dasturxonimiz tuzatyapti-da, taxlayapti. Anaqa gildi uxlayapti, mana bu yoqqa bunisi uxlayapti. Bari uyqudan qolganlar. Ana mana jonim, bitta qarang. Ketdik. Qabacho, men qo'limga narsalar bor, asolim. Endi unga injillik qilmaydi, men sizni olib keldim, men aylantirganman. Qo'lda bo'ling. Chiroy rasm tushoringlar. Endi ana qilinglar. Davay. Qizim, uyqusiraman, chiroy qiling. Keling, bunday qilamiz. Keling. Ya, men shunday qilamiz, bunday qilamiz. Bo'pti. Davay, boravering oldin. Bo'ldi. Deb olib shunday. Chiroyli taslimjon qayerda oldingiz? Ya qizim, taslimjon. Oshni boshlaydi qizlar. Go'sht bilan to'lib qoldi qozon. Guruch bilan sabzini qayerga solaman? Bu qozonni kichkinalik qilaylik. Endi yana boshqa qozon olamizmi deyman endi. Kecha mana endi buni guruch taqasolamiz. Bu birinchi qozonimiz. Xuddi yana shunday ikkinchi qozonimiz. Mana. Главный rejissor ham keldilar. Checha. Mana olama kelavering. Konsert ham bo'ladi. Kelavering-chi. Yetib keldik piknikka. Mo'sinmi? Sumkani olmading, Nilush? Yur, boshiga taqqichi bor edi sumkada. Adish, sumkasini ol Nargizda.
Men mana yashillarni ko'rib, ana u orkestr konsert qilyapti deb nariga ketib yotibman. O'zimizning konsert ekan-ku. O'tgan safargidan ancha yashil bo'lib qopti. O'tgan safar mana o'tlar umuman yo'q edi. Ancha o'tlar o'sibdi. Kim uxlab yotibdi mana yerda? Oy. Bunday qilib olmasa, men stolda yoyilib yotgan joylarga e'tibor qilmayman. Keldimi shu? Nima? Ana yer chopib ketdimi yo qo'y boqib ketdimi dalada? Shuni yo'q. Qaysi dalani chopib kelgan bilan yagana qilib kelganmi deyman-a? Nargiz yangi loloshlarini kiygan. Shundaymi? Mana bosh oshpaz Dilorom opa. Mehmonjonlar degan. O'zi tagini osib qo'yibsiz. Qani ikkinchi qozon? Ana o'choq yo'q. O'choqqa ketganlar dadasi probka kelolmayapti. Kenja uyi yaqin. Mana, bittasi topdi. Ay sen ikkalang kasal bo'lasanda yaxtayga uxla. Mana yerda ikki kishi maktabda, buni Amerikani maktabida ana paxtaga yaganaga olib chiqqanmi, chopib olib chiqqanmi bilmayman, rosa charchab ketdi-da maktabdan. Ha? Yushanbalikka olib chiqdimi maktabdan? Yiroqdan turdi. Qiynalib ketibsizlar-da rosa. Voy. Mana stollar tayyor. Dilbarxon hamma narsani taqiqlab o'tiribdi. Bu o'g'il bolalarga, erkaklarga o'tgan safargiday bo'ldi-da, bu yoq ayollar. Oshga boshlaydi qizlar. Go'sht bilan to'lib qoldi qozon. Guruch bilan sabzini qayerga solaman? Bu qozonni kichkinalik qilaylik. Yana boshqa qozon olamizmi deyman endi. Kecha mana endi men bu birinchi qozonimiz. Ko'rganimiz ikkinchi qozonimiz. Ikkinchi qozon boshlaydi. O guruch sig'ami buncha go'sht? Yo'lini qilamiz, nimadir qilamiz, guruch qilamiz. Birinchi qozon mana yerda tayyorlanyapti. Hali guruchga va ushlasa bo'lar. Qalamtirlarni qaranglar. Sirvakchalar. Qashqadaryoning oshi. Shu uchun guruchidan ko'ra go'sht ko'p bo'ladi. Qashqadaryoliklar go'sht yedik, qo'ydi. Nima deydi-na? O'xshamaydi bo'lmasa. Kim edi-na? Avazoxin. Hamma narsa go'sht bilan deydi-ku. Shundan ikkinchi qozon. O'tgan safar bitta edi qozon. Bitta qozonniki uchmuch bo'lib qoldi. Shunga bu safar nima deydi, ortig'i bilan bo'lsin deb ikkinchi qozonni ham oldi. O'zbeklar pul tashash. Nima? Chechan mahallasining o'choq qozoni. Arendaga bermaymiz. Faqat o'zimizniki desanda, ya beramiz sergillarga desam. Sumalakni so'rab yotdi Dilorom opa. Nima qilamiz? Qilmaysizlarmi deb. Yomon tomog'im tushdi. Yana Go'zal opa uyida 2 kilogina qilib uyiga o'ziga osgan. Shunday chiroyli chiqqan. 2,5 kilodan 7 kilo osh bo'ladi hozir. 7 kilolik. Qani Lazar? Shu guruch bordi, men bormadim deb yozganlar. Shu guruch ham boribdi Amerikaga, men qachon boraman deyshi. Mana kay. Lazar Xorazmda
Anası lazer guruchi. Mana 6 kilo 800 gram ekan. 5 pound. Ana shuni hozir 2 bo'lib, ikkita qozonga osadi Dilorampa. Keskan osh yo'lda kelyapti. Sveji qilib, ana qilib kelishyapti. Qani boshqalar? Cheta. Ha? Qan? Samsalar. O'zamasiz? Uni montajini nima qiladi? Ansor qiladi. Ana. Ana Bashoratxon bilan kim edi? Ismlarini bilmaymiz, shular ismlarni hammasini o'q anavi yodlab chiqishimiz kerak. Alaykum assalom. Salomat bo'ling. Yana birinchi bizdan emas-a? Birinchidagi mashina. Mana bu bizdan. Rostdir. Ikkinchidan. Mana buni aytyapman mana. Bizdan sizlarni Murod akaniki. Ha. Qaramayapman Murod mashina. 1 2 3 Bu bizdan. Mana katta bizdan emas, bu ham bizdan. 9 taymi. Hali yana ikkita keladimi? Mana Mana ham bitta keldi. Hammasi o'zimizda. Og'izcharga 10 minut qoldi. Obbo, meni kulgam qayerdan kelyapti? Kulish. O'zimni kulishimga o'zim kulgim keladi desam. Ha? Nega tushamiz shu? Birinchi ovqat keskan osh. Ha, bo'ladi, bering. Afrodavit. Qo'shiqchi bo'lganda edi, sizlarga ko'rsating. Keskan oshni ba'zi viloyatdagilar bilmaydi. Bizda Surxondaryoda keskan osh deydi. Lekin no'xat solinmasa, loviya solinardi. Bu kishi yangilik qilib no'xat sotdi. Sizlardami? Nima edi? Surxon bilan Jizzaxda no'xat solinar ekan. Bizda Surxondaryoda esa nima? Loviya solinadi. Uzunchoq xamir, bunday qatiqli keskan osh deyiladi. Bir xil joy to'ppa osh deydi, bir xil joy shulla deydi. Unosh hamma joy har xil aytadi. Birinchi ovqatdan keyin nasib bo'lsa, ikkinchisiga osh. Ochib o'sha o'rtasiga bering bo'yakida. Bundan beta? Bu tayyor. Tam kechada. Chiroyli. Tayyorga o'xshaydi bu уже. Bu tayyor. Yaxshi. Osh. Bor deysizmi? Ha, sal bor ekan. Ozgina bor ekan. Ozgina tomizni o'rsangiz, nimasiz o'zi. Bir dim yesa, bular ko'p so'ming yumshab ketmas. Ana osh suzilyapti. Qani keldi? Yelda ko'rsat osh. Qo'ying, chisnoq qo'ying. Qalampirdan qo'ying bo'lsa. Mana go'shtlar to'g'rilyapti. Yelda olib kel. Bo'ldimi, balam? Xom qalampir qo'ysa ham bo'lmaymi xomidan ham? Bir xillar yeydi-ku. Mana, sotdi mana yerda xizmatda. Keldimi? Choy Ha, o'ng qo'lim. Ansor bu nimani Sarinozni bilmagan holda meni o'ng qo'lim qilib qo'ydi desam. Uzoqdagi. Yo, shuncha oldingizdagi yaqinlaringiz qolibdi. Rahmat, Ansor opamiz. Aka. Ansor aka, uzr. Rahmat sizga kattakon. Bu nima yerda yotibdi? Bo'lgan davom. Ko'pmi deyman? Bo'lganda bo'lib ketasizlar o'ylayapsizki. Suzing, to'ldirib suzing. Endi ko'p bo'ladi, aniq o'tgan safar uch bo'ldi. Endi hozir 2 qozon bo'lyapti. Shundayga. Bo'ldingizmi? Bo'ldi. Buni uyda nima salat olib qo'yadi?
Qani o'chirag'in? Sunnatni o'qib beraylik bitta. Bachalar men o'ylashib qoldinglar. Yaratamga ishonib bo'lmaykan. Yoshlar ekanlar. Odamiga Kimga go'sht beray? Go'sht tovuqqa sol. Kerak odam olaveradi. Ko'proq go'sht qiling deb mana eskit obid. Rosa go'shtli. Ayla ortib qoldi, shuncha go'sht. To'g'rab tagiga qo'yib tashlash kerak. İngilizce gapiringa tushunadi. Yo'q, mana Nigoranki uchmaydi. Ha, uchmaydi. Bolalar bo'ldimi bolalar? Ha, Dildor. Ha, bo'ldi. Ayollar Ayollarim bo'ldi. hammasi bo'ldi. Bo'pti. Endi biz o'zimizga olamiz edi. Ha? O'zimiz bo'lsamiz. Endi o'zimizga. Maryam, Solihabono. Hammaga bor. Bo'ldi bo'lsam, dilarim Ketdik qo'yaylik, yog'i siziqib turadi. Kelinjonlar ketdik. Yuringlar. Sotdi, yuring. Yu sotdini men qayta ko'rsatib yotibman. Men yerda naqib o'tib ketaman. Ne qilib kamerani ko'rdingizmi? Anaqa bunday ketyapman. Aytdim, spatikka bor ananda. Mana oshlar suzildi. Mashinada bor. Mana spatikka mana tagida bor. Nagizini. Yo'q, mana bu sovqatda kiydirdi. Biz ham qotsak qotaylik, bola qolmas. Kim Nargizmi? Bular berdi. Hamma. Osh cho'k. Ana endi ta'mini ko'ramiz. Mana shu yerdan yana bir aylanib ketar kamera. Qani? Ha, tepadami? Mana kiyiklar qaraydi, kiyiklar oila bo'lib yurishlar. Nima deydi shuni? Qarcha. Kelin nimaga borgandim, kelin ko'rdinglar. Ha, Bunaqa shaydagi paktlar bilan beradi. Mana shuni Amerikaga ketamlar. ana. Mana shu ham ketdi Amerikaga desamda. Qarchalar ham ketdi. Biz qachon boramiz? Chunki bizga aldashgandi-da. Anaqa deb. Ish qilinmaydi u yerda. Ha, ishonmanglar. Amerikaga borsalar ish qilmaysizlar desa, mana xizmatda. Fartiklarim bilan kelgan. Hali ham Nigora opa annalar kelishga o'tib oldik. Kamerani ko'rmang. Desam. Roziya qani, Roziya? Lekin sal nima? Bitta oson tarafi idish yuvilmaydi. Shunisi yaxshi bo'ldi. O'zi boshqa Yaxshigina ekan. qarash kerak. Bor. Qo'shniga, ularga berishga yaxshigina narsa ekan. Yana ketib qoldi. O'tiring. Amerikada qolib ketdingiz. Kelin qolib ketdi. Bugun oxiri oshdi, oxirigacha. Qiling, dedinglar-ku, gurbanda. qanday qilasiz? Yerda qo'shdi. Bilmas ekansiz. Nimani? Nima bo'shagan dasturxonlar olib video qilib berasiz? Уже ancha 3-4 ta mashin ketib qolibdi-da. Ulgurmabman video qilishga. Tarqadik mana. Hamma. Mana o'choqlar ortilyapti. Havo sal salqin bo'ldi, lekin zo'r bo'ldi. Hamma zo'r o'tirdik. Ketayotganlar bo'pti, sog' bo'linglar. Keyingi piknikda ko'rishguncha. Ular. Ular.